Ko'chmas mulk bozorida uchastkalarni, domlarni narxi borgan sari pastga qarab tushib boryapti. Faqatgina yangi Toshkent hududida narxlar borgan sari ko'tarilib boryapti. Chunki Toshkentga nisbatan yangi Toshkentda ko'p qulayliklar bor. Masalan, ikkita daryoni o'rtasiga tushyapti. Uyimiz ichiga kirganda ko'ryapsizlar, fayzli, salqin, naveslar qilib qo'yilgan. 4 ta xonasi bor, katta molxonasi bor. Atroflarimiz shlaka blok bilan o'ralgan. Joyimiz 36 ga 36, bemalol ikkitaga bo'lsa bo'ladi. Gaz, svet, suvlardan hech qanaqa muammosi yo'q. Ko'chalarimiz ham katta, keng, juda ham qulay joyga joylashgan. Manzilimiz Tabraska mahallani o'rtasiga joylashgan. Rovna 13 sotikli joyimiz. Shoshilib qolinglar, narxlar oshib ketyapti. Bu joyimizni 1 sotiga $15,500 dan belgilangan. Yana kelib savdolashib, narxini ozgina tushirsangiz ham bo'ladi. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sizlar uchun shunaqa joylarni topib qo'yib boryapmiz. Pastda raqamlar bor. Bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi.